Bütün xalqaro xotin-qizlar bayrami munosabati bilan klinikamizdagi ishlayotgan xodimlarimiz, pasiyentlarimiz, onalarimiz, opa-singillarimizni bugungi chin dildan bularga sog'lik, salomatlik bayramidan tabriklaymiz. Sizlarga sog'lik, salomatlik, nima niyat qilgan bo'lsangiz, niyatlaringizga erishingizlar. Oilada, hayotda doim chiroyli, baxtli hayot kechiringizlar. Umringiz uzoq bo'lsin, tanajoqlar sog' bo'lsin. Sizlarni bayram bilan klinikamiz nomidan barchalaringizni qutlaymiz, tabriklaymiz. Doimo sog' salomat bo'lib, shunday chiroyli ochilib, sochilib yuraveringizlar. Sizlarga sog'lik tilaymiz. Hayajonda kutib oldik bahorni, ko'zlarida sevinch, qalblarda nahorni. Yonib yonib dillarda sevinchlar, qalblarda shirin shirin xayollar. Quyoshdan go'zal nurlar sochilar, bog'larimda ochildi gullar. Ko'k bog'laringda go'zal g'unchalar yonadi yonadi dilga. Bahor bahor kelding sen, bahor sen qalblarga nur solding. Bahor go'zal bog'u atir gullarni hidlarin taratding sen. Bahor 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 kelding sen, bahor sen qalblarga nur solding. Bahor go'zal bog'u atir gullarni hidlarin taratding. Держимся нам цветы, без повода и без причины. Ведь многого не надо, чтобы быть счастливой. Я подарю вам ромашки и Айгульке, и Наташке. Я подарю. Har bir insonga o'z yaqinimizdek mehr bilan xizmat qilib, ularning sog'lig'ini yaxshilash orqali hayot sifatini oshirish va yanada baxtliroq qilish. Qadriyatlarimiz halollik, o'zaro hurmat, mehr-oqibat.